Xo'p, Cobalt 1.5. Davleniya juda ham yomon. Benzin baklarini yechib olganmiz. Benzinasiz zamena bo'ladi. Davleniyasi juda o'lik. Xo'p, benzin asosi razborka уже sborka qilib tashladik, ya'ni ochib, ichlarni ko'rganmiz ana. Bu filtrda ahvoli. Misol kamerani yaqinroq olib kelamiz. Bu yangisi. Va yangi benzin asos. Kovis firma sinovdan yaxshi o'tgan, yaxshi firma hisoblanadi. Davleniyalari ham baland normada chiqadi. Zavod. Да. Давление 4. 4 bu maksimal, bu norma holat degani, что 4 nima uchun bo'lishi kerak? Benzin asosga давление yetarlicha bo'lishi kerak. Ya'ni что napor bilan bo'lishi kerak. Napor bilan bo'lmasa, benzin asos igolka teshik kanallaridan o'ta olmaydi benzin. Sepa olmaydi yaxshi. Shuning uchun bosim ham normalniy bar bo'lsa, nur ustiga alo nur. Xo'p, Cobaltimiz bitdi. Biratula cruise control fayllarini ham yozib berdik. Cruise controlda ma'lumot o'rnida bitta narsani aytib o'taman. Salzokon pasaytirib qo'ydi. 40 dan ziyod bo'lishi kerak tezlik. Bosib turiladi, ketdi mana. Ko'taraverasiz. Tezlik oshib ketaveradi knopkadan. Yana pastga bossiz, pastga bosilib tezlik pastga tushadi. 52 yana bor. Tepaga bosib ketaman. Gazdan pedaldan oyog'imni ustigaman. 53, 54, 55. Oyog'imni uzganman. Funksiyalarni o'qib berdik.